subhanalloh tuya mana shu savdoni mana ko'ryapsizlar. Yo'l u yerda bu yerda tuyalarni ko'ryapsizlar. Alloh taolo deyishki kiyomida tuyalarga qarab turib, uni nima uchun yaratilganini, qanday yaratilganini bir tasavvur qilmaydilarmi? Bir soatlik Alloh taoloning yaratgan narsalarni ustida tafakkur qilishlik deydi Rasululloh alayhi vasallam. Bir yil nafl namoz o'qigan afzal degan hadis bor Rasululloh. Musofalarga chiqamiz. Tuya bizda yo'q. Nima endi zakatga boshqa topasanda. Bozorga tushsam bor endi. Hech bo'lmasa deydigan bo'lsa bu musulmon xatosi. Tuya go'shtini yesa, erkak kishi tuya go'shtini yeydigan bo'lsa, shijoatli bo'ladi. Shijoatli bo'ladi. Xullas Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida aytaylik, Payg'ambar alayhisolam davrida enagalar bozori bo'ladi, Makka mukarramada haftada bir kunda bir marta bo'ladi. Mana shu yerga keldik. O'ng tomonimizda hozir o'sha yerlar, Bani Sa'd yerlari. Yo'ldan ichkari kirib ketilganda 30 kilometr ichkari kirganda Bani Sa'd yerlariga kelganadi. Endi faqat o'sha yerda o'tib ketganimiz uchun sizlarga eslatyapman. Makka mukarramada haftada bir marta shu bozor bo'ladi. Mana shu atroflarda, cho'llarda yashaydigan badaviylar, er-xotin, ya'ni emizigi farzandi bor ayollar erlari bilan birga borib, Makkaga borib, boy badaviylar odamlarning qo'llarini ma'lum miqdorga 1 yilgami, 2 yilgami, 3 yilgami, 4 yilgami, 5 yilgami hali bolani katta qildirishlik uchun xizmat olib, yurtlariga olib kelib shu cho'llarda tarbiya qiladi. Havosi toza, tili arabcha chiqadi va tarbiyali bo'lishadi. Payg'ambar alayhisolam tug'ilgandan shunday bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida bir necha kun enalardan keyin otalarni ko'rgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otalarni ko'rmagan hayolimiz bor. Onalarning qornida 2 oylik homiladagi vaqtida Rasululloh Rasululloh yetimligini ko'rgan. Kechagi Qur'oni Karimda Vazzuha surasida fa'ammal yatima fala taqra. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizni yetim holatingizda va faqir, ya'ni kambag'al holatingizda topmadingizmi? Tug'ilganingizda otangiz yo'q edi deydi Alloh taolo. Biz siz tarbiya qilib qo'ymadikmi deymiz. Agar yetimlik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Rasululloh taqa yetimlikni da'vo qiladigan biror kimsa yo'q biz ichimizda. Rosagan yetim Rasululloh bo'lgan. Ana endi qaranglar, o'sha bozor bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otasi o'lganda katta otasi bor. Lekin katta otasining puli o'zinikida, endi nevarasiga haq bergan narsasi qisman belgilab qo'yilgan. O'sha bozorlardan birida mana biz aytayotgan Bani Sa'd qabilasidan Halima Sa'diya degan ayol eri Xoris bilan birga Makka mukarramaga borib, asosiy tirikchiligi o'sha bola boqib, bolasini boqib tirikchilik qilishadi. Bundan tashqari chorvasi ham bor. Nima qilishadi? Ma'lum o'sha bozor bo'ladigan kuni bolalar bozoriga yo'lga chiqishadi. Halima Sa'diya aytib beradi, endi Hishom kitobida, Tarixi Siyra kitobida rivoyat qiladi. Halima aytadi: Makkada bozor bo'ladigan kunlardan birida yo'lga chiqmoqchi bo'ldik. O'sha yerda biz boshimizga, ya'ni bizning mintaqalarimizga qurg'oqchilik bo'ldi. Ya'ni yomg'ir oz bo'lib, qurg'oqchilik, qimmatchilik bo'ldi. Hattoki mana shu atrofda mana shu ishlar tomonlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5 yoshgacha katta bo'lgan joy. Sallallohu alayhi vasallam. Endi ayni Rasululloh alayhi vasallam yashagan katta bo'lgan joyda olg'i borib qo'ysak qo'ydi borishimiz kerak. Avtobusdan borishlik yoniga kirgizmaydi olib qo'ygan. Xullas Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yoshlik to'g'risida Halima aytadi. Qurg'oqchilik bo'lib, hattoki o'sha safarga chiqadigan qulog'larimizni ularga bergan narsa yo'q bo'lganida shu darajada arib ketganki, yo'lga men bir qari eshakka chiqib, chorib, erib, orib, ozib ketgan bir qurg'oqchi tuyaga chiqib, minib yo'lga chiqdi dedi. Hamma o'sha atrofimizdagilar shunaqa ish bilan shug'ullanadiganlar nima qilardi? O'zlari yemasligi o'sha hayvonlariga berib, hayvonlarni yaxshi qarardi. Lekin meni bola chaqam ko'p bo'lganidan o'sha hayvonga beradigan narsam bo'lmaganda meni hayvonlarim mudofaa texnikasida mashinasi yaxshi qarolmading dedi. Biznikilar qo'ygan qo'l-qo'shnilarimiz yaxshi ot uloqlarida, tuyalarida
davlatlar Makka Mukarramaga ketdi. Biz er-xotin sekin chiqqanimizcha haligi nima deydi, og'zi to'zib ketgan hayvonimiz bilan Makkaga borganimizcha kechikib Makkaga borsak, Makka bozori bolalar bozori tarqagan deydi. Bolalar bozori tarqagan. Hech kim qolmabdi. Nomi bo'lib endi kech qolibmizlar, shuncha kunimiz bekor ketibdi deb bozorni bir chekkasiga qarasak, 3 ta katta odamni turganini ko'rdik. Bu Qur'onda birini qo'lida chaqaloq borligini ham ko'rdik. 3 ta odam kim edi desa Rasulullohning katta otalari Abdul Muttolib. Onalari Omina onamiz va Rasulullohning otalaridan bitta meros qolgan. Ummu Ayman